Bitta tushuntirib qo'yaman, eslab qol. Buni sotsang ham, sotmasang ham kelajakda o'zing uchun kerak bo'ladi. Mana oddiy fizika bu. Mana bu kolba bo'lsa, mana shuni kolbasi ichiga suv to'ldi. Suv to'lgandan keyin fizikada ma'lum, issiq narsa tepaga intiladi, sovuq narsa pastga intiladi. Nimaga intiladi? Zichligi har xil. Farqi yo'q uni. Nima bo'lishi? Havo bo'ladimi, gaz bo'ladimi, suv bo'ladimi, yog' bo'ladimi, nima bo'lsa ham har doim intilish bor. Mana bu zichlik iliginaqa bo'lgandan keyin pastga ketadi, issiqligi tepaga chiqib ketaveradi. Mana shu kolbada endi kolba bo'lgandan keyin suv isigandan keyin xohlasang, xohlamasang trubaning ichini o'zida sirkulyatsiya paydo bo'ladi. Mana eski haligi parovoy отоплениялар bo'lardi-yu, samotyok deb. O'shani sistemasi. Bu ham xuddi shu. Bo'ldi. Boshqa hech bir haligi sложный joyi yo'q buni. Sodda, oddiy bilib olsang bo'ldi. Aytaverish kerak. Buni ichida suv yuradi, aylanadi, sirkulyatsiya bo'ladi. Faqat uni kimdir ko'ra olmaydi. Ko'rish muammo. U suv yurmaydi deganini u kolbasicha yopilgan bo'ladi, unda sterjin chiqib turadi. Uzun butun kolba bo'ylab sterjin bo'ladi. Sterjin ana suv ichiga kirib turadi. Taxminan 20-25 sm kirib turadi. Ana sterjin qizigandan keyin uni ichidagi suvni qizdiradi. Ana o'sha narsa u klienting so'ragani o'sha narsa, suv yurmaydi degani. Tushundingmi? Bo'ldi, boshqa farqi yo'q kolbaliklarda.